Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli onajonlar va opa-singillar, hurmatli otajonlar. Bugun sizlarni Rishtonimizda markazda joylashgan Arzum oilaviy restoranida ko'rib turganimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Bugun barcha mehmonlarning orasida baxtdan ko'zi porlab turgan va eng xursandchilik kunlarini siz biz bilan baham ko'rayotgan Sulaymonjon akamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Bugun Rishton tumanida unutilmas go'zal, shodiyona, chiroyli bayram. Mavludaxon opa, Sulaymonjon aka umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Farzandlar nomidan, barcha aziz insonlar, qarindoshlar nomidan bugungi shodiyonada Sulaymonjon akamni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shukr deyman, tirnoqqa bo'lmadim zor. Orzulari osmon qadar qizlarim bor. Nolimasman sendan hech ham Parvardigor, yuzlarini bosganida yuzlarimga dunyolarni alishmasman qizlarimga. Bugun tug'ilgan kunimizni, mana shu yubileyimizni uyushtirgan farzandlari Nasibaxon, Matlubaxon, Ma'muraxon, O'g'loyxon qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirgi kunda oramizda yo'qlar, lekin bugungi shodiyonamizni asosiy qahramoni Oyshaxon nomidan ham Sulaymonjon akamni tabriklayman. Yaxshi niyatda tashrif buyurgan hurmatli aziz mehmonjonlar, sizlarni barchalaringni e'tiboringlarni monitorga qaratmoqchimiz. Onlayn tabrigimiz bilan boshlanadi bugungi go'zal shodiyona, chiroyli tug'ilgan kun. Barchani monitorga e'tiborini qaratishni xohlaymiz. Marhamat, Sulaymonjon akam uchun maxsus tabrik. Tug'ilgan kunimiz, yubileyimiz boshlandi azizlar. 2023-yilda O'zbekistonga bordim. Tug'ilgan kunimni nishonlash uchun. Va ro'parosa 12:00 da dadam ajoyib bir sovg'a bilan uyga kirib keldilar. Va men bundan juda xursand edim. Rostdan ham. Va bu lahzalar hech qachon esimdan chiqmasa kerak. Ha, o'sha kun, o'sha dadam tug'ilgan kunimga kolbasa olib kelgan kunlarim. O'shanda men tushunib yetgandim. Dadam uchun qimmatbaho sovg'alar emas, balki kichkinagina e'tibor muhimligini anglab yetdim. Va men ham bugun dadamni kichkina bir esdalik bilan tabriklamoqchiman. O'ylaymanki, sizni ham bu esingizdan chiqmaydi. Tug'ilgan kuningiz bilan. Mana men hozir dunyodagi eng qimmat bo'lgan sovg'ani oldim, bilasizmi? Dadamdan tug'ilgan kunimga Kolbasa. sovg'a. Rahmat ko'pchilik, endi buni yeymiz. Marhamat. Birinchi sovg'amiz bugungi tug'ilgan kunda o'sha yoshligidagi kolbasa. Qarsaklar bilan kutib olamiz. Birinchi sovg'amiz kolbasa. Esdalikka bu birinchisi bu. Hali oldinda eng zo'r sovg'alar bu boshlanishi. Biz yoshlikka qaytdik, tarixga qaytdik bu bilan birgalikda. Uchmaganda bu omad qushim, ortganida dardu tashvishim. Boshqalarga tushmadi ishim, faqat sizga suyandim dada. So'zlaringiz dilda qilib yod, g'amlar kelsa qilmadim faryod. Borligi davlat bo'lgan zot, faqat sizga suyandim dada. Mana bu yerda mehmonlarning orasida juda yoshulug' aziz insonlarimiz, hayotni pastu balandini, yaxshi yomonini ko'rgan aziz insonlar o'tiribdi. Men bir narsani juda ko'p eshitganman, sizlardan shuni so'rab olmoqchiman. Qiz farzandni Alloh eng suygan bandasiga beradi.
qiz farzand ota-onalariga jannat kalitini sovg'a qiladi degan gaplarni eshitib ustozlarimizdan o'rganib biz mana shunchalik bo'ldik. Haqiqatan shu gap rost. Bugun qiz farzandlar bizdek o'g'illardan hech ham kam bo'lmagan holda dadajonisini eng baxtli, eng xursandchilik kunlariga hammamizni taklif etibdilar. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun oldindan bir narsani aytishim mumkin, sovg'alarimiz juda ko'p, bu eng boshlanisi. Eng kattalari hali oldinda. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Tug'ilgan kunda birga nishonlaymiz. Yoqimli ishtaha marhamat. Tağ taşlarning chiroyi lola gul ahu bilan xasta ko'nglimning quvonchi gul kamon abru bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning 15 qorong'u 15 yog'du bilan umrining oshiq hamisha o'tkazar orzu bilan درد و هجران ezdi bag'rim naylayin sham u sabah Mana shunday unutilmas go'zal shodiyonamiz tug'ilgan kunimiz bir emas bir nechta video kameralarga aynan bugungi chislodan bugungi sanadan tarixga muhrlanib bormoqda. Ayni go'zal pallada Sulaymonjon akamga uzoq umr, farzandlar oilaviy baxtni tilash uchun tabriklarga hurmatli onajonimiz Xosiyatxon onamni taklif etamiz. Umrlari uzoq bo'lsin yanada. Bugungi tug'ilgan kunlarda farzandlarni baxt va kamolini juda ko'pini ko'ring. Xosiyatxon onajonimni endi Mavludaxon opam birga o'zlari taklif etishadi. Kelinglar, chiroyli tilaklari bilan bugungi go'zal shodiyona tug'ilgan kun boshlanmoqda. Onajonimiz qayerdalar? Xosiyatxon onam, sizni onajonimiz sha'nlariga chiroyli she'rlari bilan yo'q mikrofon boradi bemalol. Onajonim qayerdalar? Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga. Qo'lin dadil uzatsin nonga agar bo'lsa kimning onasi. Yulinmaydi nohaq bir pati, bo'lar doim shirin suhbati. Issiq turar uyda ovqati agar bo'lsa kimning onajonisi. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Biz san'atkorlar ko'p xizmatlarga borganmiz, lekin 100 yillik asr to'yiga hali nasib qilgan yo'q. Siz 100 yoshga kiring, asr to'yingizda biz xizmat qilaylik inshaalloh. Onajon, bugun tug'ilgan kun shodiyona sababsiga chiroyli tabriklar, duolaringiz bo'lsa, video esdaliklarga muhrlab qo'yamiz. Sizga ham muborak bo'lsin tug'ilgan kun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Hammalaring shu o'g'limni tug'ilgan kuniga kelibsizlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Umrlaring uzoq, sizlaring ulug' bo'lsin iloyim. Omadlaringiz bersin. Hammalaringda xonadonlaringga fayz barakot yog'ilaversin iloyim. Shu o'g'limni tanijoni sog' bo'lsin Sulaymonjon. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin iloyim. Oyandada doim baxt. Tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Bolalarning orzu havasini ko'rsin. Oyshaxonni ham tanijoni sog' bo'lsin iloyim. Amerikalarda yuribdi. Iloyim doim Alloh qo'llasin uni. Alloh doim panohida asrasin iloyim. Iloyim Mavludaxonni ham tanijoni sog' bo'lib, umri uzoq bo'lsin, sog' salomat yursin. Shu bolalarning orzu havasini ko'rib, doim xursandchilik kunlarda yurishaversin iloyim. Iloyim nevaralarim, Matlubaxon, Nasibaxon, Mamuraxon, O'g'loy, Oyshaxon hammasini tanijoni sog' bo'lib, shu ota-onasini xizmatini qilib, doim xursandchilik kunlarda yurishaversin. Kelganlaringga rahmat, hammalaringda ham tanjonlaring sog' bo'lsin, shunaqa kunlarga hammalaringni yetkazorsin Alloh. Iloyim
kuyovlarim ham hammasini tanjonlari sog' bo'lsin. Mana nevara kuyovlarim ham 5 ta nevara kuyovim bor. Hammalari tanjoni sog' bo'lsin. 6 ta. 7 ta ekan. 7 ta nevara kuyovim bor. Hammalari o'zlaridan ko'paysin. Umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin. Bolalarimda hammasini tanjoni sog' bo'lsin. Hammasi mehr oqibatli bo'lsin. Iloyim tanjoni sog' bo'lib shunaqa kunlarni ko'rishaversin iloyim. Kelganlaringga rahmat. Hammalaringga omadlaringni bersin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu mujazgina koshonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, mana jufti halolimni, yoru do'stlari, qarindosh urug'lar, hammalaring xush kelibsizlar. 1986-yili taqdir taqozosi bilan Ismoilovlar oilasiga kelin bo'lib tushdim. Oylar o'tib, yillar o'tib, Allohim menga 5 ta ko'zmo'lchoq berdi. Men qayerga borsam, nechta farzanding bor desa, 5 ta qizim, 5 ta o'g'lim bor derdim. Allohim mana shu kunlarga yetkizdi. Qizlarimni orqasidan mana 5 ta farzand, o'g'il farzandlarimni ko'rdim, Parvardigor. Hammalari bir-birlaridan yaxshi, mehribon. Men hech ham o'g'lim yo'q deb o'ksinmayman. Parvardigorim umrlarini ziyoda qilsin. Nasibaxon, Matlubaxon, Ma'muraxon, O'g'loyxon, mana Oyshaxon. Hech ham o'g'lim yo'qligini bilintirmasdan mana shunchalik bizga sharoit yaratib, mana otasini, mana meni ko'z qarochig'idek asrab farzandlik vazifasini bajaryapti. Allohim bularni umrlarini ziyoda qilsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, o'zlaridan ko'paysin. Haj umralarga borishlikda Allohim nasib qilsin. Allohim mana shu kunlarda dadam Aminjon ko'rganlarda yana ham yaxshi bo'lardi. Oxiratlari obod bo'lsin. Parvardigorim mana shunday farzandni berib, mana men shularga jufti halol bo'lib, mana 39 yildan beri yashayapmiz. Xudoga shukr. Allohim mana shunday jufti berganidan behisob shukrlar qilaman. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat salomlar bo'lsin. Muhammadga ummat qilganiga Allohim behisob shukrlar qilaman. Allohim birlashib yana haj umralariga borishlikda Allohim nasib qilsin. Jufti halolim, boringizga shukr. Mana boshim yostiqqa tekkanda bildim. Mana shu qizlarim hammasi bolalari bilan, o'zlari bilan ovora. Mana juftim yonimda parvona bo'lishdi. Boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Dadajonisi endi ro'zg'orda bo'ladi, turmushda bor, hammasiga sabr toqat qildik. Mendan rozi bo'ling. Dadajonisi mana shu ko'pchilikda oldida aytayapman. Mendan rozi bo'ling dadajonisi. Boringizga shukr. Baxtimga onajonim sog' bo'lsin ilohim. Rahmat, juda ham chiroyli, go'zal tabriklar bo'ldi. Onajon, qiz farzandga jannatlarda kalit sovg'a qiladi ota-onasiga dedim-ku boya. Qiz farzand ota-onasiga jannat kalitini sovg'a qiladi deb aytdim. Haqiqatan shu gap rost shekilli-da. To'g'ri, endi hayotda ozmuncha sinov bo'ladi, pasti balanti bo'ladi, lekin qarang chiroyli sabr qilib bolalarni tarbiya qilishgan ekan. Bugun juda unutilmas kun, xursandchilik kun. Tabrik uchun rahmat. Hammaga a'lo kayfiyat tilaymiz. Tabriklaganlar bilan birgalikda raqslarga taklif etamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Sayrang bülbülüm sayrang, şu gülni shox sinsin. Sayrang bülbülüm sayrang, şu gülning shox sinsin. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin.
madaniy armondalar. Chin muhabbat yengadir bil barchasin bardosh etib. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsan. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsan. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin. Canım bunchalar tezlik ko'zini yosh etib. O'z dilingni bir boqishda qo'ymagin sen fosh etib. Ketma jonim bunchalar tezlik ko'zini yosh etib. O'z dilingni bir boqishda qo'ymagin sen fosh etib. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsan. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxsinsan. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin. Yorim ketaman dedi, ayrilib ko'ngli tinsin. Ayrilib ko'ngli tinsin. Yoqimli ishtaha tilaymiz aziz mehmonjonlar. Bugungi go'zal shodiyonamiz, tug'ilgan kunimiz davom etadi. Sovg'alarimizni topshirishni davom ettiramiz. Bugungi xursandchilik kunda barcha mehmonlarning e'tiborini yana monitorga qaratishlarini xohlaymiz. Onlayn tabrik Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Yaqinda dadam 5 mahal namoz o'qishni boshladilar va men ibodatlari bardavom bo'lishini istab, ularga kichkinagina hadya tayyorlaganman. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Dadajonimiz ibodatni qilishlarini juda yaxshi ko'raman. Har ko'rganimda ko'zim quvonadi deb kelayotgan ro'za Ramazon oyida ota-onalarimizga umra ziyoratiga yo'llanma sovg'a topshiramiz marhamat. Barcha farzandlar, qiz farzandlar nomidan ota-onalarimizga umra ziyoratiga yo'llanma marhamat. Sulaymonjon aka, tug'ilgan kun yana bir bor muborak bo'lsin. Farzandlarni baxti kamolini ko'ring. Onajonim bu sizga. Qarang, yaxshi kunlarda eng go'zal ro'za Ramazon oyida ota-onalarimiz umra ziyoratida bo'lishadi, Xudo xohlasa. Tabriklashlaring mumkin azizlar. Tabriklashlaring mumkin otajon, onajonlarimizni. Bugungi xursandchilik, go'zal shodiyonamiz davom etadi. Oldinda yana sovg'alarimiz bor. Sekin-asta boshlanmoqda eng go'zal pallalarimiz. Topkaysan ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi.
Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing Avvalambor mana shu bizni quvonchimizga sherik bo'lgan azizlarim, hammalaringga rahmat. Bu meni bizni quvonchimiz albatta farzandlarim Nasibaxon, Matlubaxon, Ma'muraxon, O'g'loy, Oyshaxon va o'g'illarim Murodjon, Ravshanjon, Jamshidjon, Javlonbek, Jonibeklarni sovg'asi deb bilaman. O'ylamagan edim haqiqatda. Bolalarimga tanijonlari sog' bo'lsin. Allohim mana shu bizga qilgan hamma yaxshiliklarni Allohdan, shular bizga o'xshagan bo'lganda bolalardan qaytishini Allohdan tilayman. Allohim o'zlaridan ko'paysin. Hammalaringga rahmat. Rahmat, xush kelibsizlar amalar. Haqiqatan yillar davomida farzandlar uchun halol mehnat qilib voyaga yetkazib katta qilganning mukofotini Parvardigorim juda ham chiroyli go'zal qilib beradi. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hali oldinda juda ham katta sovg'alar kutib turibdi. Barchasi tartib bilan bo'ladi. Chiroyli kuy va qo'shiq bo'ladi. Marhamat, ko'ngilga yoqadigan aziz insonlar bo'lsa, raqslarga chiqishinglar mumkin. Mehri osmon, oy jannatim, har kalomi tilla hikmatim. Mehri osmon, oy jannatim, har kalomi tilla hikmatim. Boshimdagi soyabonlarim, dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Boshimdagi soyabonlarim, dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Pastu baland yo'l ekan hayot, bir manzil tang, bir manzil obod. Bu dunyoda ikki ulug' zot, dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Bu dunyoda ikki ulug' zot, dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Yorligingiz bor, oppoq sochiq qorligingiz bor. Bu dunyoda borligingiz bor. Dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Bu dunyoda borligingiz bor. Dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Ganju davlat
kerak emas menga. Dadam tojim, onam davlatim. Dadam tojim, onam davlatim. Çamanni ambari, qaysi makon sarvari, Firuza yoqutmi seni, qaysi kami gavhari. Sana banda bo'libdur, ust olamimda bari. O'zing solding qalbima, ketma ko'zimdan nari. Kimni sevar yorsan, so'ylama ey pari. Manga bir boq, manga bir boq, manga bir boq, manga bir boq. Ko'nglim bo'ldi beqaror, seni ko'rib ey malak. Aslingni bayon ayla, yetma yo'limda halak. Har kun kelgin yonima, bergin o'zingdan darak. Bandaylagin nozingga, qiynidan chiqdi yurak. Kimni sevar yorsan, so'ylama ey pari. Manga bir boq, manga bir boq, manga bir boq, manga bir boq. Yetarjim, endi erkalatar kim? Arazingni qo'yindi, o'zing sanda yuragim. Bo'ldi yetarjim, endi erkalatar kim? Arazingni qo'yindi, o'zing sanda yuragim. Oh, madmazel madam, go'zal sanda hammadan. Arazchimsan o'zingni, chimirma qoshi qalam. Oh, madmazel madam, go'zal sanda hammadan. Arazchimsan o'zingni, chimirma qoshi qalam. Chiroying atirgulday, men sevdim o'shunday, bir qaraganda bunday. Oh, madmazel madam, go'zal sanda hammadan. Arazchimsan o'zingni, chimirma qoshi qalam. Oh, madmazel madam, go'zal sanda hammadan. Arazchimsan o'zingni, chimirma qoshi qalam. Jamolat xayolamonda, shirin nigohat bosar jahonda. Bigir dastam mastam, mast jamolat, shudam xasta bastam dilba nigohat. Ottu kabutar yoki pari yo baguliston, dilam medari. Ottu kabutar yoki pari yo baguliston, dilam medari. فرخوش شویم هر دو ما، هم دلی هم جان
شویم هر دو ما شیرین و فرخود شویم هر دو ما درد و غم سوزی چی عاشقی را خندیده حیران کنیم هر دو ما درد و غم سوزی چی عاشقی را خندیده حیران کنیم هر دو ما آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری لا 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 آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری آخ تو کبوتر یا کی پری یا به گلستان دلم میبری Tug'ilgan kunimizni chiroyli tabriklar bilan davom ettiramiz. Tabriklash uchun Ashurali akamizni, Hurmatoy opamizni taklif etsak, bugungi tug'ilgan kun yubiley shodiyona sababchisini eng chiroyli go'zal tabriklar bilan Ashurali akamiz, Hurmatoy opamiz tabriklab qo'yishadilar. Marhamat, sizlarga ham tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Do'stlar, sinfdoshlar, og'a-inilar, bugun baxtli kun eng yaqin insonlar bilan nishonlanmoqda. Sizlarda tabrik va tilaklaringda beqiyos o'rin, ahamiyati bor. Marhamat, hurmat va ehtirom ila taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun do'stimiz, bitta sinfda o'qigan sinfdoshimiz. Mana bir pasda 60 yoshda urib qo'yibmiz, bilmabmiz. Yana bir marta 60 yoshga kirgan do'stim. Tanajoning sog' bo'lsin. Alloh senga shuncha qizlarni beribdi. Bu jannat bergan. Allohim hammani ham sendaqa shunaqa kunlarga yetkizsin iloyim. Nima niyat qilsang niyatingga yet. Umralarga borgin, uzoq umr ko'rgin. Biz ham senga borgan joylarga Allohim nasib etsin. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum sinfdosh do'stim. Sen hammadan zo'r otasan. Nimaki senda 5 o'g'ling bor. Nimaki 5 o'g'illar orqasida 5 ta o'g'il qiz bor. Nevaralaring bor, qizlaring bor. Men nima deyman? Oliy darajali otasan. Mana shunaqa otalardan ko'p bo'lsa, mana shu qizlarga rahmat aytadigan Alloh nimasida bo'lsin. Senga sog' salomat tilayman. Yana 100 yillik, 120 yillik ko'rishaylik do'stim. Undan ko'p. Do'stim bor yana. Chalasini qo'shib qo'ymoqchiman. Aziz do'stlar, Sulaymonjonni bugun mana eng yaqinlar yig'ilganmiz. Mana shu fursatdan foydalanib bunga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Uni bu darajaga yetadi deb hech kim o'ylamagan edi. Mana ayoliga, kelinimizga rahmat. Hojonaga rahmat. Men bir narsani aytmoqchiman. Mana shu sinfdoshlar o'tiribmiz. Mana bu yerda kattalar o'tirishibdi. Yana bir baxtli tomoni shuki, shuncha bir do'stlarning ichida bitta Sulaymonjonning onasi bor. Bitta shu odamning onasi bor. O'shaning uchun aytaman, eng baxtli odam hozir Sulaymonjon. Hojona umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda duoga bo'lib yuring. Rahmat. Jon aka, rahmat tilaklar, tabriklar uchun. Marhamat, endi do'stlar, sinfdoshlar, og'a-inilar raqslariga taklif etamiz. Qaysi falak burjuning mehrifron varisan, qaysi sana burjuning
gavhar shahvorsan qaysi xudo nosin nopayda tarsan qaysi chaman zarni lola gulnorsan söyleme ey sanam kimni sevar yorsan ala güz boy 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 ala güz boy boy qara kuz galbar ha qara kuz galbari Aşkın gunca yürür bağrıqan Külki çaman sahnede Bulsa yüzün gül nişan Nalasın eyler huzur bülbül bir hanıman Söyleme ey senem kimni sever yarısam Ala güz boy 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 Ala güz boy boy Qara güz gel ber ha Qara güz gel beri Tübey şemşadir ur serve kadın bendesi Hüsnü kemal avcini aktarıp ta bendesi Kürseme yarasın bulgusu şermendesi Söyleme ala ey senem kimni sever yarsan Ala güz boy 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 Ala güz boy boy Qara güz gel ber ha Qara güz gel beri Ko'chalari tor ekan tor ko'chada choyxonasi bor ekan choyxonachi cholni qizi choy toshib ko'p yigitlar shu simuga zor ekan men ham ishdan charchab juda horgandim choy ichay deb choyxonaga borgandim keling aka oling aka choy degan choychi qizni choylariga borgandim choyxona go'zal choyxona choychi qiz shirin choydanam shu suluv boyladi qo'ydi-ya choy ichmay qolay qaydanam Güzel choy uzatdi iyola hayo bilan kulib qo'ydi xiyola qo'llarimga tegib ketdi qo'llarim titraganda tushib ketdi piyola siniqlarim tergunimcha chermasin sevishimni sezib tag'in bilmasin idish sinsa yaxshilikka deydilar qizi qo'rqar choyxonachi bilmasin choyxona go'zal choyxona choychi qiz shirin choydanam shu suluv boyladi qo'ydi-ya choy ichmay qolay qaydanam qaydanam
Boya aytganimizdek, bugungi tug'ilgan kunda go'zal shodiyonada sovg'alarimiz juda ko'p. Navbatdagi sovg'aga vaqt yetib keldi. Barchani yana e'tiborini monitorga qaratmoqchimiz. Bugungi tug'ilgan kundagi sovg'alarimizni yana ham bir go'zal, yana ham bir chiroyli, otajonimiz uchun hashamatli desak ham bo'laveradi. Farzandlar, barcha farzandlaringiz bugun tug'ilgan kunda chin dildan xohlashgan edi. Parvardigor yetkazdi shukrlarga marhamat. Yana bir bor monitorga qaratishingizni xohlaymiz. Dadajon, bugun sizning yoningizda bo'lishim kerak edi. Lekin yana yo'qman. Bu birinchisi emas, bilaman. 9 yil. 9 marta tug'ilgan kuningiz keldi. 9 marta qo'lingizni o'pib, dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan deya olmadim. Shu 9 yil ichida tug'ilgan kuningiz necha marta keldi? Men esa har safar uzoqdan sizni tabrikladim. Telefon orqali aytilgan tabriklar yoningizda aytilgan dadajon so'zni o'rnini bosa olmaydi. Har safar uzoqdan tabrikladim. Har safar yuragimda bitta og'ir savol bo'ldi. Qachon yoningizga qaytaman? Qachon tug'ilgan kuningizni birga nishonlaymiz? Lekin siz hech qachon shikoyat qilmadingiz. Hech qachon nega yo'qsan demadingiz. Lekin men bilaman, ota yuragi aytmasa ham hammasini sezadi. Dadajon, 5 ta qizim bor. O'g'lim yo'q deb bo'ksimang. Chunki sizda mendagin qiz bor. Men sizga 10 o'g'ilning o'rnini bosaman deb ayta olmayman. Lekin bilib qo'ying. Men sizga tayanch bo'lishni, yelkadosh bo'lishni va qayerda bo'lsam ham boshingizni baland tutishni niyat qilganman. Men sizning duolaringiz bilan oyoqqa turdim. Sizning ishonchingiz bilan oldinga yurdim. Va har yiqilganimda ichimda bitta ovoz bo'ldi. Dadam menga ishonadi. Siz orzu qildingiz, siz duo qildingiz. Men esa yillar davomida ko'z yoshlarimni ichimga yutib, Alloh qodir etgancha harakat qildim. Bugun men sizning yoningizda emasman, lekin bugun siz uchun qilgan niyatim yoningizda. Bugun bu faqat sovg'a emas, bu 9 yillik ichimda yig'ilgan dadajonlardir. Bu boshlanish dadajon. Alloh hayot bergan ekan, davom ettirishni ham o'zi nasib qilsin. Keyingisi ham muborak bo'lsin. Endi Sulaymon aka, yuring, davraga taklif etaman sizni. Bugungi tug'ilgan kunda unutilmas onlarimiz hali davom etmoqda. Tarixga qaytib, boshida dadajonlari eng muhim paytda kalbasa sovg'a qilganlaridan boshlab mana keldikki, bugungi xursandchilik kunda ota-onalarimizni hojiga, umralarga jo'natyapmiz. Mana shu sovg'ani aslida umradan kelishingizga aeroportda bermoqchi edik, lekin bugun barchani guvohligi ostida ochsangiz shuni, oching iltimos. Bu sizga atalgan sovg'a, kichkina sovg'a, arzimagan sovg'a, farzandlar nomidan ochaverasiz. Men yordam qilaman, ha? Bu ichida juda ham bir unutilmas narsa bo'lishi mumkin. Qani, mana shuni olib qo'yasizlar. Umra ziyoratidan ota-onalarimiz aeroportdan chiqishiboq eng qimmatbaho avtomobilda kelishadi uyga, marhamat. Kalitini qabul qilib olasiz. Endi hamma mehmonlar yuringlar tashqariga, avtomobilni ko'ramiz. Shoshilmasdan, sekin-asta balkondan tushib ketmay, balkondan pastga qarasanglar, yangi hashamatli Jeep avtomobili kutib turibdi. Yuringlar marhamat, hammani taklif etamiz tashqariga.
sevgusidan xonadonim fayzga to'lar. Dadajonim desa ko'nglim tog'dek bo'lar. Allohimdan eng bebaho ne'mat ular. Duodaman har on duo go'ylarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Onajonim yuzlari bor yuzlarida. Faqat shodlik, quvonch ko'ray ko'zlarida. Baxt va omad hamroh bo'lsin izlarida. Jannatlarda toj kiydirar o'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Oy qizlarim quvontirar ko'zlarimni, ko'zlarimni. Dadajonim deb erkalar yuzlarimni, yuzlarimni. Ming o'g'ilga alishmasman go'zal qaro ko'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Oy qizlarim quvontirar ko'zlarimni, ko'zlarimni. Dadajonim deb erkalar yuzlarimni, yuzlarimni. Ming o'g'ilga alishmasman go'zal qaro ko'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Ota uchun qizning qadri boshqachadir. Har kimga ham bermas Alloh qizni axir. Uyim jannat taraladi ifor atir. Baxtim go'zal qilgin qaro ko'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Umr bo'yi ko'zingizda ko'rmayinlar. Jonimni ming parchalari yashang beg'am. Duo qilib turay sizni 90da ham. Kanda qilmam har on duo so'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Oy qizlarim quvontirar ko'zlarimni, ko'zlarimni. Dadajonim deb erkalar yuzlarimni, yuzlarimni. Ming o'g'ilga alishmasman go'zal qaro ko'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Oy qizlarim quvontirar ko'zlarimni, ko'zlarimni. Dadajonim deb erkalar yuzlarimni, yuzlarimni. Ming o'g'ilga alishmasman go'zal qaro ko'zlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. Allohim o'zing asra qizlarimni. در لبانش سرسرب گل برین چی در دهانش سبزت مین آواز برارد بلبل نی مثال رحمی ندارد بگو کی وصال آوچه گلی بادم تو کلمه کی دادم دادم شینه چای خودت تو چار زکی دادمه آوچه گلی بادم تو کلمه کی دادم دادم شینه چای خودت تو چار زکی دادمه
چشمی تو گوهر ایفارت انبر روز بای من بهترین دختر ملخمی دل تو عاشقی من تو از روی سیاه یار بیا بیا آلو چه گلی بادم تو کلینه کی دادم شینه چای خوره تو جار زکی دادمه آلو چه گلی بادم تو کلینه کی دادم شینه چای خوره تو جار زکی دادمه naz badan gijdallar Akha kunim çika kunim naz badan gijdallar Gijdallar naz badan gijdallar Gijdallar dalla naz badan gijdallar آمد و یار آمد هم دیده یارم آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بکریان آمد یار آمد هم دیده یارم آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بکریان آمد اخا کنیم چی تو کنیم ناز بدن گیجدالlar اخا کنیم چی تو کنیم ناز بدن گیجدالlar گیجدالlar ناز بدن گیجدالlar گیجدالlar dalla naz بدن گیجدالlar Og'amni talablariga Bahodirjon Mamatjonov ijodidan shoh qo'shiq. Xuddi shunday. Erkagina dilajon Qaqindiq ey qaqindiq Sog'insayam aytmaydi Sog'indik ey sog'indiq Erkagina dilajon Qaqindiq ey qaqindiq Sog'insayam aytmaydi Sağındık ey sağındık Diletle azar demek Bir anı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim Günahı yok gertsiz kim Diletle azar demek Bir anı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim Günahı yok gertsiz kim Qishni o'ylaydi ishni o'ylaydi uyda o'tirib jim o't yoqishni o'ylaydi qishni o'ylaydi ishni o'ylaydi uyda o'tirib jim o't yoqishni o'ylaydi Biladi azar demek Bir anı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim Günah yok gertsiz kim Biladi azar demen Bir anı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim Günah yok gertsiz kim Yakıp yüreklerge Termülüp yüleklerge Nege yakşı gepirmez O'ziga keraklarge O't yakıp yüreklerge Termülüp yüleklerge Nege yakşı gepirmez O'ziga keraklarge Diledi azar demek Bir anı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim Günah yok gertsiz kim Diledi azar demek Bir anı
derdsiz kim? Günahı yok gertsiz kim? Erkegine dilecan Kakındık ey kakındık Sağınsayam aytmaydı Sağındık ey sağındık Erkegine dilecan Kakındık ey kakındık Sağınsayam aytmaydı Sağındık ey sağındık Dilediler zar demek Biranı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim? Günah yok gertsiz kim? Dilediler zar demen Biranı gamın yemen Bu dünyada dertsiz kim? Günah yok gertsiz kim? های سیاهی زنگه دلم نکن خون وای تو رفتی کجا منم چو مجنون های سیاهی زنگه دلم نکن خون وای تو رفتی کجا منم چو مجنون جمال جمالک جمالو جمال کدو جمال جمالک جمالو جمال کدو برگ جاشمو دختر دکن اب بیا کنه آخ شیرین زبان انو بالانıma duattı Dakikçe gapırıvattı Der gecade başımını katırıvattı Taşkendi, man amadan taşkendi Ebbiyo asal kandı, man tüye şinavandı Hani bahçeye beton, taşken bakşomadi don bizege farkaş nes, tacik mi ya Uzbekon Dergi coşumu, duhtar Uzbekon Ebbiyo kane, oh şirin zabon Hani balanıma duattı, tacikçe gapırıvattı Dergi code, başımını katırıvattı نمیشه خندم خودم همیشه دردگی دو آزاره دوام بپیشه ناله کنم نمیشه خندم خودم همیشه چکی بارانه بین شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا اصل منه شکر منه دانه جانم کنه نواتو منه خمار منه اینجا بیا تو کنه اصل تونستم شکر تونستم نواتو تونستم خمار تونستم ای دخترک چشمی سیاه ای بیمورم منم یک تقیه آها دیلم منم خانم فراموش این قلب من تو خسته خاموش özbekçe gapirmanga gap qaytarma gapimga ibi demay tojikcha o'rgangina o'zbekcha o'zbekcha gapirmanga gap qaytarma gapimga ibi demay tojikcha o'rgangina o'zbekcha ko'k choydan
manam yakda, uni qilma ikkita. Hop bo'ladi deganda, gapirganda shartda. Ey to'xtarak chashmisi yo'q. Ibi muram manam yakda qiyo. Oho dilam manam xoram faromush. Men qalbim atu xasta xomush. O'zbekcha gapirmanga, gap qaytarma gapimga. Ibi demay tojikcha, o'rgangina o'zbekcha. O'zbekcha gapirmanga, gap qaytarma gapimga. Ibi demay tojikcha, o'rgangina o'zbekcha. Alıp atrafınga nazarlar salıp mahallamga kelar eding musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda ko'k shiguli ko'k shiguli eslatadi sevgimizni Jiguli, qo'shni guli qizg'onardi seni menda mushal guli ay ko'k shiguli ko'k shiguli eslatadi sevgimizni Jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan guli sevgimiz ham beg'ubor ismimiz yozar edik esingdami u devor izhor dil etgandima yuragingdan ketgandima go'yo senga yetgandima bahor edi o'shandaya go'yo senga yetgandima bahor edi o'shandaya Qaramading ko'zimga yor, ishonmading so'zimga yor. Qaramading ko'zimga yor, ishonmading so'zimga yor. Alam qilsin o'zingga yor, bahor edi o'shandaya. Alam qilsin o'zingga yor, bahor edi o'shandaya.
bahor edi o'shanda ya, bahor edi o'shanda ya. Kuydim seni kuydirmayin, bahor edi o'shanda ya, bahor edi o'shanda ya. Bahor edi kuz bo'ldi ya, qara ko'nglim muz bo'ldi ya. Bahor edi kuz bo'ldi ya, qara ko'nglim muz bo'ldi ya. Mutal qara yuz bo'ldi ya, bahor edi o'shanda ya, bahor edi o'shanda ya. Mutal qara yuz bo'ldi ya, bahor edi o'shanda ya, bahor edi o'shanda ya. Bahor edi o'shanda ya. Bugun 2025-yil 28-yanvar sanasida hurmatli Sulaymonjon akamni tug'ilgan kunlari, yubileylarini barcha yaqinlar bilan birgalikda o'tkazdik. Qaytarib o'taman, bugun 2026-yil 28-yanvar sanasida tumanimizda eng muhtasham oilaviy restorani Arzum restoranida Sulaymonjon akamni tavallud ayyomlarini barcha yaqinlar bilan birgalikda yubiley tarzida nishonladik. Farzandlaridan, jondan aziz qizlaridan esdalik sovg'alarini ko'rdik. Barchasini guvohi bo'ldik. Ushbu tug'ilgan kunga, bayramga tashrif buyurgan mehmonlar barchalarga xush kelibsizlar. Yana mana shunday xursandchilik tug'ilgan kunlarda ko'rishguncha farzandlarda baxt va kamolini, rohatini ko'ring. Jannatlar sizga muborak bo'lsin.